Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefâ ve salâtan ve selâmen alâ rasûlihil Mustafa ve alâ âlihi ve sahbihi ve men ettebe'ahu. Amma ba'du. فقال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات 37. ayet فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. Hem de Adem Aleyhisselam bilan havanimiz cennette şu bir severlikni o'tkazgan ekan. Alloh taolodan bir necha ig'iz so'zni kutib oldi dedi, topshirib oldi. Ya'ni istaqbalaha bil akhzi vel qabuli vel amali biha. Uni qabul qilib, kutib amal qildi dedi. Talaqqa degan oldi, topshirib oldi. Talaqqa rais tahniatan ya barqiyatan bi munasabati Aydil Fitr muborak yoki bunda deb davlat raisi ma munosabatda falon davlat raisidan bir telegramni topshirib oldi, tabriknoma topshirib oldi degan ma'no. Hamda topshirib oldi. Lekin ig'zokimo va kallamallohu Musa taklimada Alloh taolo bevosita deb bergan bo'ladi. Unda emas. Farishta orqaliqmi? Alloh alam. Shu topshirib olgan. İlham bo'lishi mumkin, farishta orqali vahiy bo'lishi mumkin. Va shu orqali Alloh taolodan bir necha ig'iz so'zni topshirib oldi. Va binasbi Adama va raf'i kalimatin Makki. Makka qiroshunos olimlari kalimatun deb o'qidi. Adamni nasb o'qidi. Ya'ni fatalaqqa Adama min robbihi kalimatun. Xuddi va idbtala Ibrohima robbuhu bi kalimatin endi. Bu chaqda ma'lum bo'ldi bo'lsa ala annaha istaqbalathu bi an balagathu va ittasal bihi. Bu chaqda ma'nosi Adamni bir necha ig'iz so'z kutib oldi, shuni ushirdi degandek. Demek ya faal kelimat oldu. Bir neçe söz Adem'ge yetti, keldi degende. Ve hunna kavluhu Teala, yani bu kelimat diyen bir neçe kelimat kaysi edse Allah Teala'nın Rabbena zalamna enfusana ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Muş diyen söze kelimat diyen şu. Yani Perverdigar tarafından Adem Aleyhisselam'a ügütülgen sözmüş o. Yani istiğfar aytish usulü. Bu şekilde istiğfar aytsam deb ko'rsatgan bo'yicha istiğfar aytdi. Shundan Alloh taolo ularning tavbasini qabul qildi. Ve fihi mev'idatun li'zurriyyatihima haythu arafu kayfiyatas sabili ila at-tanassul min ad-dunub. Muşu duada Adem ve Hava ikkilerinin evladıga bir vaz nasihat var edi. Qanday desa, çünkü muşu dua orqali ular gunohlardan qanday paklanish yo'lini bilib oldi dedi. Demak, muşu duani o'qish orqali savallikka yo'l ketdi. Ular Adem Aleyhisselam'ın evladımı bir günahını qilib qolsa, ya muşu duani o'qidi, ya muşu duaning mazmunida istig'for aytidi. Istig'for aytgandan keyin, tavba qilgandan keyin Alloh taolo Adem Aleyhisselam qanday mag'firat qilar ekan bo'lsa, evladig'i shunday mag'firat qiladi. Demek evladıga bir xil ügütüş var ekan. Atanglar yoki mo'monlar ikkala bunda savol qilib qilib, bunda duoni qilibdi, bu Alloh taolo qabul qilgan. Sizlarmi endi savol qilib qolsanglar, duo qilinglar degan. Yol ko'rsatish, ügütishdan iborat. Wa an ibn Mas'ud radhiyallohu anhu anna ahabbal kalami ila Alloh taala ma qalahu abuna Adam hina ihtarafa al-khati'a. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning rivoyatda Alloh taologa eng suyumli bo'lgan so'z Atımız Adem Aleyhisselam şu severlikni öküzüp qalğan çağda degan muş sözlerdir degan rivayet ketdi. Subhanakallahumma ve bihamdika ve tebarek esmuka ve taala cedduka ve la ilaha illa enta zalamtu nefsi faghfirli innehu la yaghfiru'd dunuba illa ent. Demek muşu dua ne degende? Muşu en suyumlik dua demek. Ve taala cedduka degan taala azamatuka ve celaluka degan bo'ldi. Yani senin ulug'liqing nəhayət üstün bo'lib ketdi degan bo'ldi. Ve bihamdika degan sana hamda aytish bilan billa seni bütün nuqsondan, kamko'sidan poklaymiz degan bo'ldi. Ibn Abi Shayba rivoyat etgan bu asarni. Ve an ibn Abbas radhiyallohu anhu qala ya Rabbi alam takhluqni biyadik. Yani İbn Abbas radhiyallohu anhu Adem Aleyhisselam xatolik o'tkazib qolgan chaqda mushunda tariqada istig'for etgan, mushunda tariqada Alloh tavbasini qabul qilgan deb rivoyat ketdi. Ey Parvardigorim, sen meni o'z qo'ling bilan yaratmaganman. Yo'q, shunda yaratgan. Qal ya Rabb, alam tanfukh fiyya min ruhik? Ey Rabbim, sen menga o'zingning ruhingdan pulmaganmi? Alam tasbiq rahmatuka ghadabuk? Sening rahmating g'azabingning oldiga o'tib ketmaganmi? Alam tuskinni jannatak? Meni jannatingda turg'izmaganmi? deb oyda so'raverdi ekan. Alloh taolo yo'q, shunday qilgan deydi ekan. Qala falima akhrajtani min al-janna. Odam alayhisalom unda olsa, munda qilib turib, jannatni mana chigizib turib, keyin nima uchun chiqarib qoldi deb so'rasa, qala bi shukmi ma'siyatik. Sening senkarligingning
Şumluqdan debdi. Şumluq. Qala falau tubtu araji'iyya anta ilayha. Undas navadiman tövq qasam. Mina cennet qayturguchumusan? Qala nam. Allah Taala ha debdi. Bu hakim rivoyat qildi. Lekin bu Qur'on Karimda boshqa oyat keldi, Robbana zalamna anfusana degan. Mush oyat kelganda tafsirul Qur'on bil Qur'on. Mundaqda fataba alay degan ekan, ashar o'rgatgan kalimat mushigan deb Qur'onni Qur'on bilan tafsir qildik. Ma'o bakrak kuchliq. Chunki rivoyatlar ojiz. Rivoyat bilan tafsir qilish ojizroq. İbn Abbas Rasulullah'dan gelgen bo'lishi mumkin. İbn Abbas, İbn Mas'ud mesela. Bu ikkilan sahabenin içindeki en iki çoğ mufassir. Bu rivoyatning sanadi Rasululloh tutashmaganmi? Şu sahabeden kelgan. Sahabe nereden olaydi? Bunu o'zining kallasini deyolamdi. Cho'qim Rasululloh o'tgan bo'lish kerak degan bir nima keldi. Çünkü bu o'zining ra'yi bilan devolgan narsa emas. O'zi o'ylab bo'lsa, manda duo qilganda balki deb bilan manda duo qilgan devolgan narsa emas. Cho'qim buni anglagan bo'lish kerak. Rasululloh ibn Abbas Allahumma allimhu ta'wil deb duo qilgan. Shuna oyatning ma'nosini tushunish, tafsir qilishda intayin yuqori palladagi olimlar qatorida. Ibn Mas'ud shunda. Ibn Mas'ud qanda bir oyat o'z nima tushgan, nima to'g'rilikni bilmaydi. Ibn Mas'ud Iroq tarafining madrasasini tashkil qildi. Ibn Abbas Makka madrasasini tashkil qildi. Tafsirda ikki madrasa bor. Makka madrasasi, Kufa madrasasi. Hammasining shogirdlari silsilalar kirdi. Ikki yo'l orqali. Nega hamda Ibn Abbas Rasululloh bilan uzun muddat birga bo'lmagan kichik sahobalar qatoridan. Ibn Mas'ud 20 yil jarayoni butun birga bo'lgan sahoba. Xizmatini qilgan, chaynikini ko'targan, yastig'ini ko'targan, sohibil visada va na'layn Rasulullohning xizmatini qilgan sahoba. Intayin bilimlik sahobalarning birisi. Bu tafsirul Qur'on bil Qur'on, tafsir Qur'on bil Qur'on, tafsir bir ra'i qatorimi yo tafsir bil ma'sur qator. Tafsir bir ra'i qator. Tafsirul Qur'on bil Qur'on, tafsir bir ra'i qatordan. Chunki shu oyatni ma oyat shu mazmun shu mushkil supurdi deganni bilan bilganimiz biz. Biz o'zimizning ijtihodiy tahlillarni qilib, ra'yimiz bilan. Undagi bu tafsir bir ra'i qatordan. Tabari masir hammasi shu sanad bilan asar hadisni makiladi. Ibn Kasir shunda. Uni boshqalar asosan ko'pincha tafsir bir ra'i. Demak, mana Arabdagi oyatda mushu duoni mushunda holatda bayon qilgan bo'lganlik uchun biz mushu lafz bilan duo qilgan deymiz. Fataba alay degan uning tavbasini qabul qildi. U tavbada Alloh uning tavba qildi degan tariqada, xuddi mushakala ma'nosida, mujanasa shaklida, lekin bu nima degan bo'ldi bo'lsa, faraja alayhi bir rahmati val qabul. Tavba degan raja degan ma'nosida o anda duo qildi, Alloh taolo uning tavbasini qabul qildi. Ya'ni rahmat qilish orqali, qabul qilish orqali uningga qaytdi. Ya'ni bu kechirvatdi degan ma'no. Fatajawaz anhu desang asallam. Fa'afa anhu, fatajawaz anhu, faghfara lahu degan ma'no. Tövbesini qabul qilgandan keyin asliga demak qaytmaydi. Qaytmaydi, tövbesini qabul qildi, lekin manda ish qilsanglar Ondan sizlarni qaytirma. Mush dunyoda sinaq tariqasida tuttiringlar degan tariqada. Shunga hozir man amala solihan va ulayka lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Odam alayhisalom va uning avlodi hammasi shu sinaq maydonidadir. Bu jannatga asli chiqayotgan jannatga qaytish uchun iymon etib yaxshi amallarni qilish shart. Shuni qilsa uni qaytib kir. Bo'lmasa bir chiqayotgancha qaytib kirmay boshqa yo'lga kir. Odatimizning shu jannatni chiqishini shu davomlamoqchi izlab ketganman. Albatta. Endi Alloh taolo oldin hamma bilgan ekan. Shunda bitib ketgan. Bunda bo'ldi deb izlatgan. Shunga Musa alayhisalom Odam alayhisalomga tapib malomat qilgan chaqda, sen mush bir daraxtni yepsilib bunda qilmagan bo'lsang, biz ham maydan mush avloding, bizning keyingi avlodlarimiz hammamiz jannatda yashayapmizmi deb tapib malomat qilgan chaqda, Musa Alloh taolo Lavhul Mahfuzga yozgan taqdirini qo'yib muomala tapib malomat qilamiz. Alloh taolo bitib ketgan emasmi buni? Ki o xatolik o'tkazganlik rasxondirki, xatolik o'tkazgan rost. Demak, xatolik yoki sahvanlik deymiz. Ikkisini unda qasddan ig'ir bir jinoyat deb qaramay, bu hamini buldiga emasmi? Yani tutayotgan narsa bu odam zoti
uni xolimsin zodi qanday bir uni chetnab ketishga urinib baqsimi zodi chiqolmaydigan bo'lgan ekan. Bu qachon ma'lum bo'ldi? Oyimazam keyin chiqdi, bosh ishlar bo'lgandan keyin ma'lum bo'ldi. Uning uchun odam asam jannatga chiqdi, Alloh taolo fitratgan, men shuni yeyman, shundan chiqdiman deb unda fitratgan keyin yeydi, bunda demadi. Lekin u chaqda Alloh taoloning bildirmagan, keyin ketgandan keyin bilgan ekan, uni hech qanday emas. Shu joy ashni yemisimi bo'ldi shunda, yesin bo'ldi lekin ashni uni yeydi cho'qim. Lekin o'zining qo'lida yeyish emas, unda ixtiyorlikni bergan holatda, lekin bu hamda savollikni qusuran. Ammo Alloh taoloning taqdiriga ya ixtiyoriy ya majburiy shu ma'noga. Şöyle bergan, ammo yeyishni Alloh taolo o'zi tutayotganda. Uni zo'rlamadi Alloh taolo. Men tutayotgan, sen inson bo'lmaydim-da. Men tutayotganingiz kelib qoldi deb majburiy. Gap xatolikni sodir qilib qarasan. Musolaykan so'ngsa nech xatolaysan deb mendan so'rab. Uni to'g'ri. Endi bu hamda Alloh taoloning taqdiri. Alayda hisob degan ma'noda o'zri. Chunki u bo'lib bo'lgan ekan. Bizning ta'sir o'qimimiz shunda o'qimamizda. Tutilgan narsa. Shu o'qib qilgandan keyin tutilgan deymiz. Lekin ayatiga ish emaslar. Ayat cho'qim bunda o'qiymiz, tutilgan deyalimda. Yo'q, bizga xabar keldimi, kimmidi? Qilib bo'lgandan keyin bizga tutishga turishdi. Shu ayat emaslar, dars kelsanlar. Kelgan bo'ldi. Yaxshi tarafini dars kama imtihonda o'tirib qolsanglar, o'chaqda Allohdan, yo'q, uni Alloh taolo imtihonda tutgan deb nima qilmaydi. O'zing tanlab o'tardinglar. Alloh taolo imtihonda o'tirdi deb tutvatdan deb uni xabar bergan emas. Alloh taolo qalamni yaratib, butun bo'lgan va bo'lgan narsaning hammani yozgan. Shuni yozib ketgan. Taqdir masalasi. Shu yozib ketgan. Bu yozib ketgan bilan bizga men sana bunda yezvatdim. Sen şu men yezvatgan bo'yicha ish qilishing kerak deb bizni majburligiga yeri yo'q. Bizga uni uqtimay turib, ikki xil tanlashni berdi. Qana tanlab boqdi degan tariqa. Lekin inson o'zining shu to'liq ixtiyori bilan bir yo'lini tanladi. Tanlig'ini lekin Alloh taolo burun bilgan. Majburlik yo'q. Bundan hozir mesela biz yaxshi Alloh taolo odamga cennet kirgizdim, çünkü eski tıkma demedi. Allah Teala yaxşılıkni adamga o'rgatdi. Şeytan unaga yomonlikni qilib, chetni tutib azdıradi. Şeytanға odamni azdu deganni azdirish asho ruhsini Alloh taolo bergan. Chunki Alloh taolo bu anda va'da qilgan, la uyannahum ajma'in illa ibadakal muxlasin. Esandan inson azdu, mening asho obdan bandlarim seni menga shirk etmaydi. Agar shirk etganlar bo'lsa, keyin bir mag'firat qilsa meni qaylab o'tirsa. Da unaga qana ilahina qiyomat qilarsan be bakkan qana azralancha bir nafaqqa. Xuddi bu Alloh taoloning janglashgandek bir nima qildi-da bu? Yaxshilik Allohdan, yomonlik shaytondan desa bildigan u shaytonda. Yaxshilikmi, yomonlikmi Alloh taolo. Ya'ni Mu'tazilaning qarashida yaxshilik Alloh yomonlik Mu'tazila qarashida. Shuna biz xayruhu va sharruhu minallohi taala bizning aqidamizda. Shunami? Val qadar xayruhu va sharruhu minallohi taala. Cumhurdan karşı şu. وَاكْتَفَى بِذِكْرِ تَوْبَةِ آدَمْ لِأَنَّ حَوَاءَ كَانَتْ تَبِعًا لَهُ فَتَابَ عَلَيْهِ deb قدام Adem Aleyhisselam tövbesini kabul kıldı diyendik. Lekin avalimiz bu onun tövbe bo'lgan ekan. İkisi bir qatada hesaplanıp ketdi. وَقَدْ طُوِّيَ ذِكْرُ النِّسَاءِ فِي أَكْثَرِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ لِذَلِكَ. Yani ko'pincha holatda ayollarni Qur'on Karimda, sunnatda tilg'ilmaylamda yo'gab ketadigan ahvoli bor. Chunki ayollarning ishi mabni ala satr dedim. Ama Arablarda da hozir shunda. Masalan, ayolning ismini demay Ummu Muhammad, Ummu Ahmad deb qo'ydi. Falani xonim degan ismini demaydi. Falanining onasi emas. Bunda deb qo'ydi. Adeta ayollarning ismini to'liqunda, so'rilda atab yurmaydi. Çünkü ayollar ko'pincha yo'gashga munosib bo'lgan ekan, qismini munda deb o'tamaydi. Yo'gadi degan. Demak, ishara to'ya degan qatnab ketdi, yo'gilib ketdi. Qatlandi degan ma'noda. Bu anda tagliban yoki er kishiga tava holatda shunda qatnab ketdi. Ayrim deyishimiz bu. Innahu huvat-tawwab, at-tawwab degan al-kathir al-qabul yani tavbani ko'p qabul qiluvchi. Tavba islom qabul qiluvchi degan. U haqiqatan tavbani intayin ko'p qabul qilib turuvchidir. Ar-Rahim bandalarga rahim qiluvchidir. Demak, tavbasini qabul qilib ketdi. 38-oyatda qul nahbitu minha jami'a. Biz buningdan yani hammadan biraqla tushib ketinglar dedik. Minha jannatdan. Endi ihbitu deb ko'plikka keldi shunama. Bu xuddi yuqorida bizda o'tgandek Adam va uning pushtilari.
Yani şeytan mı bu şeyden tabi mu çıkalı o'tgan tafsir bo'yicha. Lekin bu yerdan Adam va Havonimizning sulbida avlod bo'lgan ekan, hammadan qilingan kitob bo'lish. Hal, ya'ni jami'an degani hal deydi. Ya'ni bir aqlan hammanglar degan. Va karrara amra bil hubut lit ta'kid. Endi oyatda ihbitod nima? Ya'ni ihbitod dedi. Yani bir qatim ta'kidlab qo'ydim bu ahvolni-chi. Chunki yuqorida bir qatim ihbitod deb qo'ygan. Boshqa oyatda ihbitod deyish nima? Demak, ihbitodni hozir ikkinchi qatim aytilishi ta'kidlash uchun. Ya'nal hubut al-awwal yoki birinchi qatim tushishi jannatdan osmonga, ikkinchisi osmondan zaminga. Chunki bu bir necha bosqichda ekan. Tushishdan ikki bosqichda tushgandek bo'lishi mumkin deydi. Aw lima nita bihi min ziyadat qawlihi فإما يأتينكم مني هدى أي رسول أبعثه إليكم نيتا degan bağlanıp qolgan. Nita bihi min ziyada. Yoki uningga qo'shilib qolgan, bağlanıp qolgan, chetilib qolgan bir ziyada uchun shunda dedi. Qulna habitu ba'dukum li ba'din adu. Demak, ayat jamiyan yo'q. Bu yerda jamiyan bo'lg'achqa qayta ta'kidlab qo'ydi. Bu oyatda ashullarning ihbitu degandek. Bu yerda ammo chiqilsin. Pushtondan da avloding hammangizlarni chiqib ketinglar degan tariq. Ortiq jamiyan degan so'z bo'lg'achqa, yana oqidan fa imma yatiyannakum deb jiq gap bo'lg'achqa, qayta ta'kidladi demoqchi. Ziyadat qawli fa imma yatiyannakum minni huda. Yoki ziyadatin deb bir chiqib qo'yib qawluhu fa imma yatiyannakum minni hudan degan so'zi deb bunda boshqa bo'ldi. Chiqni va qawluda keyin qo'yib qo'ydi. Ziyada qawlihi degan mudofun degandek. Min ziyadatin deb bir to'xtatib qawluhu fa imma yatiyannakum minni huda. Bu so'zi ya'ni yoki sizlarga mendan bir hidoyat keladi. Qanday hidoyat? Rasulun ab'athu ilaykum. Sizlarga yuborilgan bir payg'ambar keladi. Yoki sizlarga tushirdigan bir kitob keladi degan bo'ladi. Bidalil qawli ta'ala vallazina yafaru va kazzabu bi ayatina fi muqabalati qawlihi faman tabi'a hudaya. Kimiki mening hidoyatimga ergashsa deganning udulida vallazina kafaru va kazzabu bi ayatina deb akalganlik uchun bu takzib oyatlarga kufr qilish degan nimaga qarta bo'ldi? Payg'ambar ya kitobga. Shunama ikkiga bo'lgan ekan, bu yerda ya payg'ambar keladi, ya kitob keladi deb tafsir qildik deydi. Payg'ambarda men o'zim bu Odam alayhisalom qilgan xabarmi? Odam alayhisalomga va uning avlodiga. Kim deyapti? Fa imma degan fa in degan ma'noda. Demak, hidoyat tildan hidoyat ya payg'ambar ya kitob orqali. Albatta kitobmi shu payg'ambar orqali keladi. Faman tabi'a hudaya. Shunga kimiki mening hidoyatimga ergashsa, yani payg'ambarimga, kitobimga, ya payg'ambarim va kitobim elib kelib ko'rsatgan hidoyatga ergashsa, uni qabul qilsa va ishonsa, fala xawfun alayhim. Ularga qo'rqinch bo'lmaydi. Xavf andisha ularda bo'lmaydi. Wala hum yahzanun. Ular unda g'am qayg'u hasratga chiqolmaydi. Neredeyse fil mustaqbal demoqchi. Fala xawfun alayhim. Yani jannatda shunda olib erishadi demoqchi. Ala ma khallafu degan dunyoda qo'ldan ketib qolgan, o'tib ketgan narsaga hasratlanib o'tmaydi. Chunki oxiratda bo'lgan narsa dunyodagi qo'ldan ketib qolgan va huzur alat va hokazoning unutilgan darajada isl nasl bo'lgan ekan, uning qo'ldan ketib qolganiga hasrat qilmaydi demoqchi. Va shartu thani ma jawabi javob shart al-awwal. Faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim deshnama. Faman degan shart var. Bu jumlaning hammasi shart bilan javobi, birinchi shartning javobi deydi. Fa imma yatiyannakum degan. Chunki fa imma degan fa in degan ma'noda bo'lsa, ikkisi masalan bir shartni bildiradi. Ka qawlika injitani fa in qadartu ahsantu ilayk. Meni qishimga kelib qolsang, imkoniyatim bo'lib qolsa, sen yaxshilik qilma degandek. Ikkinchi jumla shart bilan javobi, birinchi shartningki javobi. Fala khawfa fi kulli al-Qur'an Yaqub. Qur'on Karimning bütün şu ibaret tekrarlanan ayetlarda Yaqub diyen qari fala khawfa deb o'qdi. Khawfun nurna khawfat. Vallazina kafaru ve kezzebu bi ayatina ulaika. Yani kafir olup yani tangan ve yalganga chiqarganlar bizning oyatlarimizda başular ashabun nar cehennem ehlidir. Cehennem kirdiganlardir. Ulaika mubtada ekan. Ashabun nar xabar ekan. Tamam? Ashabun nar degan ahluha va mustahiqquha. Shuning cehennemning ahli va cehennemga loyiq bo'lganlar. Vel cümletu fi mavdir raf'. Ulaika ashabun nar mubtada xabar ikkisi bizlashib bu bir jumla marfu' o'rnida xabarul mubtada. Birinchi mubtadaning xabari bo'ldi. Allazina kafaru degandan. Ya'ni vallazina
Vellezîneninki haber oldu. Hum fiha halidun. Ular ununda mengü kalgıçılardır. Bu vellezîne keferu degene atf desek mi buldu? İstinafiye desek mi buldu? Adette bir cümlenin başında vav'dan başlaşma. İstinafiye oldu. Lekin men faman tabi'a udaya munda olgan ekan, hidayetini agashkada munda oldu. Endi kafir olganlar munda deb atf qilib akagan bo'lsin. Ya bani İsrail'e, İsrail'nin evladı. İsrail degan kim? Yaqub aleyhisselam. وهو لقب له ومعناه في لسانهم صفوة الله أو عبد الله. İbrani tilda Yaqub aleyhisselamның laqabı ekan. Yaqub ismi etdi ama İsrail laqabı. Xuddi masalan Xolidni biz Sayfullah deymiz o. Shunga o'xshash. İsrail degan Alloh taolaning sap tuzib tanlab olgani degan. Tanlab olgan bandasi degandek. Yoki Allohning bandasi degan bo'ldi ekan. Safva yani istafahullah deymiz o. Fa Isra huval abd. Demek İsra degan söz İbrani tilda bende degan bo'ldi. Yoki tanlab süzmesi degandek. Ve il huvallah bil ibriye. Il degan Alloh degan bo'ldi İbrani. Ve huwa gayru munsarif li vujudil alamiyeti vel ujma. Bu yerda ikki illat jamlangan bo'lg'achqa gayru munsarif bo'ldi. Birinchidan bu arab tili emas. İkinciden bir insanın ismini bildirgan alam laqabi. Ya bani İsrail azkuru ni'matiyallati en'amtu alaykum. Ey İsrail evladı, men sizlarga in'am qilgan ne'matlarimni eslanglar deb. Zakkarahumun ni'mata an la yukhillu bi shukriha wa yuti'u manihaha. Allah ularga ne'matlarini eslatdi. Nima uchunsa, uningga shukr ado qilmay chaliqib qo'ymaslik uchun va uni ato qilguvchisiga taat qilish uchun. Manih degan berguvchisi. Va arada biha ma an'ama bihi ala abaihim mimma addada alayhim. Ana bu ne'matlar qaysi desa, ashularning ota-bobolariga ato qilgan, ular bir-birlar sanab bergan ashu ne'matlar. Qaysi? Masalan, Fir'aun va uningki azab uqubatidan qutuldi. Musa alayhisolamning nima? G'arqdan qutuldi. Va min al-afan ittiqad al-ijl. Ayna muzayna ibodat qilib cho'qinib nima qilyapti, unda apu qilyapti. U tavbasini qabul qildi. Va ma nama bihi alayhim min idraki zamani Muhammadin sallallohu alayhi vasallam al-mubashshara bihi fi at-Tawrat va al-Injil. Hatta ularni, yani Rasulullohning zamoniga qadar yetkizdi. Tavrat va Injilda mushna payg'ambar qildi deb bishorat qilgan payg'ambarning zamoniga yetkizdi shular. Demak, hozir Rasulullohning zamoniga Yahudilar xitob qiladigan, hali xitob Yahudilar. Chunki Bani Isroil dedi. Va awfu to'liq ado qilinglar dedi. Yahudilar xitob qilingan bu oyat xitobni Rasululloh o'qib qo'yganmi yo'qmi? O'qib qo'ygan albatta. Yahudilar uchrashgan chaqda shulig'i uchun o'qib qo'ygan. Ya ahlal kitob ta'alu ila kalimatin sawa. Shunda tariqada muslim deb qo'ygan. Awfu deganning ma'nosi to'liq ado qilinglar degan bo'ldi. Yuqalu waffaytu lahu bil ahd. Men uningga ahdimda tudim, ahdim to'liq ado qildim deyildi. Fa ana wafin bihi. Men unda to'liq ado qiluvchi edi. Va waffaytu lahu bil ahd. Munda deyildi. Fa ana mufin bihi. Bu yerda bu awfa degan so'z ikki xil ishlatildi ekan. Waffaytu deb mikilgan, awfaytu deb mikilgan. Lekin nima Qur'oni Karimda ko'proq kelgani awfa degan siz ko'proq kelibdi, ixtiyor degani shu biz shu kuchliq deb jalliq deb shuni tanlaymiz deydi. Mesela awfu bi ahdi wa fi bi ahdikum dedi. Nima? Awfa mufin nutdi. Waffa degandan muwaffin chiqdi. Lekin bu ishlatishda wafin deb ishlatibdi. Bu xuddi arablar sal qoidadan chiqib o'zi simoyalat ishlatgandek. Bunda kelgan. Muvaffida mi kirdi? La muwaffuhum deb Qur'on Karim bakildi. Lekin mujnam ishlatilgan. Mesela fa'ana mufin deb awfaninki mufin deb chiqdi shunama. Va alayhi nazalat tanzil. Qur'on Karimda bunda va awfu bi ahdi deb keldi-mi? Bunda işte uningdan boshqa aldimi? Awfa degan so'z kelgan. Bi ahdi mening ahdimni to'liq ado qilinglar. Men ahdimga to'liq rioya qilinglar deyman. Mening ahdimga degan bo'ldi. Sizlar menga bergan minal iman bi va ta'ali. Menga iymon keltirdiganligingizga, dunyoda yaratilgandan keyin sizlar voy e'tirof qilamiz. Sen bizning Parvardigorimiz deb ayatul mithaqda ahd berdi-ku. Ondan sana itoat qilamiz deb ahd bergan, shu menga bergan ahdinglarda ching turinglar, ado qilinglar demoqchi. Aw minal iman bi nabiyir rahmati val kitabil mu'jiz. Yoki sizlar keyin keldigan shu Muhammad sallallohu alayhi vasallamga
iman aytimiz inshaalloh deb xuddi Musa alayhisalomga, Isa alayhisalomga va'da bergandek. Chunki bu Tavratda, masalan Injilda shuna bishorat bergan ekan, "Voy buda kelsa biz cho'qim iman aytimiz" deb bir va'da bergan. Tamam? Endi Qur'on Karimga ishni qilganligingizga va'da bergantinglar. Unda bo'lgan ekan, shunga to'liq rioya qilinglar, va'dani turinglar. U fi va'dikum. Sizlar unda va'dani tursanglar men qanday qilaman? Sizlarga men bergan va'dani men turman. Sen so'zing tursang, men so'zim turay. Bima ahadtukum alayhi min husni thawabi ala hasanatikum. Demak, sizlarning yaxshi amallaringizga nati yaxshi, chiroyli savob berdiganligimga men bergan ahdimda turman. Wal ahdu yudaf lil muahid wal muahad. Demak, ahd degan ahdi qilguvchi va qilinuvchiga ikkilanga idofat berdi. Mening ahdim, sening ahdingda. Çünkü işkelenin oturdu buldu bu ahd. Demek bu işkelesinden ahd oldu. Şuna senin ahdın mı disi buldu, benim ahdim disim bulavurdu dedi. Ve an qatada huma lain aqamtum ve la ukeffiranna. Yani evfu bi ahdi, evfu bi ahdikum digenine manda tefsir qıptı qatada. Bu işkisinin manası sizler ahdınlarda tursanlar, men sizge mağfiret kılıtıma, günahını keçirtime. Ve qala ahlul işara, ahlul işara degenen şey ahlul tasavvuf. Bu şimdi bak. İşare degan. Bu da başqa ham ruhani o'zining dillariga tajalli bo'lgan ma'nodan bunda ta'sir qiladi. Mana biraz so'ki izaja nasrulloh al-fatu oyatni o'qib, bu oyat nimazmi kelgan, onni sahab o'tirib to'qqizinchisi bu oyatda Allohning bir rahmat nusratini kelganligi to'g'risida zahir deb chiqqandikin Ibn Abbosni so'rasa, "Ya, ko'rasizlarning vafot etib kelgan ishora" degandiki shunday shunda bir asosi bor. Shuni ifodalaydigan holat bo'lsa, shuni ishoratlagan bo'z bo'ldi. Lekin nima ko'ngil kelib qolsa, bunda ishorat bor debasa, bu tutumsiz narsa bo'lib ketadi. Keyin o'sha tafsir ishora qilganlar, g'alati gapni qilib, kallasini nima gelsin divalar bor. Çünkü bu tazadan ko'ngil xotirjam bo'lmaydigan tafsir ishora. Yani şeriatning asoslari chin esilgan, qalaymiqan buzuq e'tiqodi yo'q. Dili ashunda bir ichilib ketgan odam bo'lsa, bunda qarab tahlil qilish orqali ba'zi kishilar uningdan yakunlanmaydigan ma'ni yakunlab chiqaradi. Bu hamda shariatning boshqa aniq muhkam oyat ko'rsatmalarga zid kelmasa, bu chal qabul qilindi. Ammo boshqacha bir narsa oyog'ini tortib olib ketsa, qabul qilinmaydi. Tafsiril ishoratda natisi bor, cho'ng tafsirda. Lekin ma'nodamda akab qo'yibdi. Mutasavvifninki ba'zi tafsirlarni. Dunyotida birsiniki tafsir ishori bor. Tafsir ishori al-Qur'on. Bu dabtan awfu fi dari mihnati ala bisat khidmati bihifz hurmati ufi fi dar ni'mati ala bisat karamati bisurur ru'yati. Shunda qamashibdi. Sizlar mening sınaq meydanımda men xizmat qiladigan bisatda, yani men amal qiladigan bisatda demakchi. Mening hurmatimni saqlagan holatda to'liq majburiyatni ado qilinglarki, men sizlarga ne'mat beradigan joyda sizlarni izzatlaydigan bisat ustida meni kurash xushalliqi bilan sizlarga men to'liq mukofotni ado qilay dedi demakchi. Demak bu yerda Alloh taolani kurash mukofotini da'vatida. Bunda men o'zimni ko'rishga ahdiladim degandek. Ki anda sizlar şu ahdan oturup iman ve amal salih qilsanglar, men o'zimni ko'rsatib mukofot beraman degandek deydi. Va iyaya farhabun. Mendillan qo'rqinglar. Qo'rqib fala tanqudu ahdi. Qo'rqqanga mening ahdimni buzatmaysizlar shunama. Va huwa min qawlika Zaydan rahibtuhu. Odamda mafhumni oldida kelganda shunama. Va huwa awkat fi ifadatil ixtisos min iyyaka na'budu. Bu hamda xaslikni ifodalashda mangalam dedi-ku, mendillan deganda iyyaka na'budu degandan bakrak kuchlik deydi. Va iyaya farhab degan. Xudodan nima farq bilan bunda kelgandek ahvoli tafsirisini bakrak bildirdi. Farhabuniki maf'uli iyaya bo'lgan keyin buni ta'kidlamaydi. Aynan buning i'rob jihatda bir necha xil qarashni deb baqdi. Bu shu iya maf'ulun bimitdi, ya buning oldida bir fe'l muqaddar bormi deb shu nahvshunoslar, i'robshunoslar o'zi chiqarib olgan bir qoida bor. Bu qoidaga ulkanmagan nima bo'lsa, ba'zi taqdir qilib baqdi, ba'zida buni deb baqdi. Lekin ma'lum yava oxirda. Yava. Yanda oyog'ida tushib ketdi. Ya fasil uchun deydi, ya boshqa iya bo'lganlik uchun deydi masalan. Yani o bildirib bo'lganlik uchun tushib ketdi deydi. Yani bu uning kuchliq dedi. Ma'qul kuchlikka. Endi biz darhol nima qilsak, buni tushunamiz, nima? Buni oldida taqdir qilamiz, u yomonda deb unda murakkablashtirmasakmi? Iya farhabun degani endi
tushungan. Ma'lum qo'rqqan holatda bunda muomala qilinglar dedi. Shunama? Mendan qo'rqinglar dedi. Bu aniq. Nahshunaslar buni ishak avarolab chekisdan tashqari o'tadi. Va iyaya mansubun bi fi'lin mudmarin dalla alayhi ma ba'dahu. Bu yerda bunga cho'ngaldi bir fe'lni fikr bunday emas. Bundan keyingisi uning dalolat qilgan ekan, oldida bir fe'l bor. Uning taqdiri farhabu iyaya farhabun. Albatta bu anda bir takalluf mal. Aziz bir so'z qismi mal. Taqdir qildi. Taqdir farhabu iyaya farhabun da bunda demda. Alaqa iza samaan fatarat. İzze şems kuvirat. İzze infatarat sema'u infatarat. Bunda iş bulmaydı. Bular nahvşunaslar bir qoida chiqarib oldi keyin. Keyin nima keldi bular? Arab tili fasih bo'lib bo'lgandan keyin bir chaqda kelib, arablar shunda ishlik bo'lgandan keyin kelib, unda o taraf istiqro qilib bir qoida chiqadi. Bu qoida ba'zida to'g'ri chiqishi mumkin. Ba'zi to'g'ri chiqmas. Endi to'g'ri chiqmay qolgan ba'zi nima kelib qolsa yo'q, qoidaga bo'ysundir bunda. Ijiblam eklab bo'ysundir. Masalan, izze sema'u shaqqatisi. Bu yerda izadin keyin bunda inshaqqani oldi bu ism bilan başlaq bo'lmaydi. Yani fe'l kelish kerakdi. Ism bilan başlanib bo'ldi ekan. Qur'onni keldi mana ism bilan başlab. Arab tilining eng fasohat yuqori pallasi. Nima bo'libdi? Bo'ldi shu. Bo'ldi desa, chata chiqmaydi. Chunki bo'ldi mana Qur'on Karim keldi. O'zi qoida tuzilgan. Unaga tushmaydi. Nahvshunosning bunda bir qoida chiqarib o'zini chambarchas bog'lab keyin undan chiqolmay qolgan yerlar bor. Buni endi ko'pincha uning to'g'ri bo'lsa, endi bir nimalar chiqib qoladi. Bu yerda bunda misha farhabu iya farhabun. Bunda gap bo'lmaydi. Hozir birisi gap qilsa bunda desa qo'lishimiz farhabu iya farhabun. Bunda bo'lmaydi. وحذف الأول عند بولا ما تخترق له عند بنا قنقلك حذف كلمة تقدته لأن الثاني يدل عليه çünkü ayet فرهبون ده işkin bir söz bağlan kim ya iltaşlandı وإنما لم ينتصب بقوله فرهبون yani bir yerde iyaya diyen neme için فرهبو diyen baştaki fiil bilen mensup olup gitti ikinci فرهبون bilen mensup olmadı dese yani o ahada mef'ulahu çünkü o özden hakkını yapboğan onun mef'ulu ba فرهبوني dep ayırdı ya badi bunu senin yapıldı yani ma iyaya diyen ilgirik fiilning nasibisi. Demak, u ahada maf'ula degan farhabun degandiki, buning maf'uli tashlim ketgan ya. Farhabuni aslashnama va kasratun nuni dalilul ya. Farhabuni degan kasr qilib qo'yishi shay yava chiqib ketgan degan ishora. Kama la yujuz nasbu zaydin fi zaydan fadribuhu bi idrib alladhi huwa zahir. Demak, bu yerda zaydan idribu desimi, idrib zaydan fadribu deb bunda desa bo'lmaydi ekan. Sonra mahfiy ko'ngilda bor deymiz. Bu bir xil takalluf. Masalan, bunda desek bular iyaya farhabunning maf'ulun bi muqaddam. Endi ayaki yama ta'kid bo'ldi. Va aminu bima anzaltu. Yana men nazil qilgan narsaga iymon keltiringlar. U narsa nima? Qur'on. Musaddiqan shada misal anzaltuhu degan bir damir var dedi. Anzaltu bilan bog'im kelgan bir damir var bu tushib ketgan edi. Kana o'qila anzaltuhu musaddiqan. Bunda barda shuning holini ifodalaydigan narsa dedi. Ya'ni sizlardagi kitobni tasdiqlaydigan holatda kelgan men tushgan narsaga iymon etinglar demak. U narsa Qur'on. Chunki shu Tavrat Injildagi shu ahkomlarni, aqidani bu tasdiqlab turdi. Yani bir Alloh, qiyomat bor, farishta bundan qilgan, bunda kitob tushgan, haqiqatlarni tasdiqlab turdi. Lima ma'akum degan sizlardagi Tavrat. Yani fil ibadeti ve tevhid ve nubuva. İbadet müsta, tevhidda, peygamberlik meselesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bişareti katarlı peygamberlik mesela. Ben şu sizlerdeki narsini tasdiqlaydigan holat qilib tushgan narsaga iymon etinglar. Qur'onga va la takunu awwala kafirin bil. Siz uningga birinchi yo'lab tanilganlardan bo'lib ketmanglar. Asli sizning o'rninglar, haqqinglar birinchi yo'lab iymon etishdir. Chunki sizning oldida uningda hamma narsa xabaringiz bor. Hozir munda bir keldi iymon eting deb sizga yetkazib qo'ygan shu saqlablan turayotgan holatda. Shunda kelsam birinchi yo'lab yugurib qolib, voy, hali bizning saqlayotgan payg'ambarimiz deb g'achchida eslatishinglar kerakdi. Bunda sizlar birinchi yo'lab tandinglar. Tam aksi. Peygamberimizdeki Arap'tan çıkmalık ve eser kıtlam ima etmeyeceğim bular. Demiş ki Arap'tan çıkmaydı. Asli yo'q shu Arap'tan chiqadiganligini bilib, eshak berib, kutib saqlab yotganlar bular. Lekin shuni ko'rgan chaqdamda ko'ngli unimida, chidimida. Avvala hizbin aw fawjin kafirin bi. Yoki sizlar birinchi guruh ya bir toifa bo'lmanglar dedi. Uning tanilgan toifa. Avvala yakun kullu wahidin minkum avvala kafirin bi.
Demek bu avval degan so'zni kafirlar mufrad keldi-ku. Shunga asosan unda deb qo'ydi. Ya'ni har biringlar unda birinchi o'lab kafir bo'lganlardan bo'lmanglar deganman. Wa hada ta'ridun bi annahu kana yajib an yakunu awwal man yu'minu bihi li ma'rifatin bihi wa bi sifatihi. Mana bu alig'i qarta unda yapti gapma. Dar tekkizib degan gap. Ya'ni aslida sizlar uning sifatini, u to'g'riliq to'liq ma'lumotni bilgan ekan, birinchi o'lab iymon etishingiz kerakda demakchi. والضمير في به يعني كافر به يعني ضمير يعود إلى القرآن يعني القرآن قابل ينجلب تنمانlar ولا تشتروا ستومانlar يعني almashtırmanlar yaptı mesela bir ayati mening oyatlarimga yo'q olan bir bahane setvanmanlar yoki onunla almashtiratmanlar, tegishratmanlar. Qanday qilish orqali bitaghyiriha va tahrifiha o'zgartirish, burmalash orqali. Qala al-Hasan yani al-Basri va dunya bihadafiriha. Tamanan qalilan deganda shunda tafsir qildi. Tamanan qalila degani ad-dunya bihadafiriha. Yani butun dunyo tamomi bilan shu dunyoni bildiradigan so'z bo'ldi. Hadafir degan tamamiha. Butun atrofi bütün narsalar bilan billa tamoman bilan demakchi. Bu dunyodagi ma'lumotlar, dunyodagi hamma narsani demakchi. Bütün dunyodagi va hokazolar bilan bütün dunyoni anda nimaga? Meni oyatimga tekshirtmanglar. Oyatimni dunyoga setib qaytmanglar. وقيل هو الرياسة التي كان لهم في قومهم خافوا عليها الفوات لو اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياكي أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم erişip qalsa, qo'ldan ketib qoldigan, ular qo'ldan ketsa ansiraydigan shu o'z qavmidagi mansab, amaldorliklar. Birisi masalan cho'ng ekan bu Yahudi. Qattiq iymon etib qolsa, Rasululloh aytib ketsa, Yahudilarmasa boshliqdan cho'ritiblar, ya uni adajda olib tashladigan. Şundan mahrum qalamanmaka deb ansirab bunday qilmanglar. Lekin shu vaqtda imoratdan Yahudiyni jibdi. Abdullah ibn Salam masalan. Wa iyaya fattaqun man dillan qo'rqinglar. Takhafuni farhabuni fattaquni bil ya في الحالين وكذلك الياء المحذوفة في الخط يعقوب demek Yaqub degan qori mush farhabuni fattaquni ya halda shunga o'xshash unda tushib ketgan yalnimni uch deb qiraat qildi. Hamma mush Qur'on kelgan mushunda shaklda kelgan ahvollarda chiqarib turibdi. Va ya fattaquni farhabuni ولا تلبسوا الحق بالباطل حقنا باطلغا aralashtirmaymanlar, kaydirib qo'ymanlar degan. Labsul haqq bil batil khaltu. Demak, mushada haqni batilga labs qilish degan aralashtirib o'tish. Wal ba'u in kanat silatan mithluha fi qawlika labistu ash-shay'a bish-shay'i khalattuhu bihi. Ba'nan silada. Xuddi allazi huwa bil batil degandek bunda sil deb taqoqshadi. Labistu ash-shay'a bish-shay'i khalattuhu bihi. Bir narsaga kaydirib qo'ydim degani yani labsga odatda kaydirish deymizga, kaydirib qo'ygandan keyin bu asli bu nimitda uqolmay qolamiz. Xuddi bir narsa yo'q qo'ygandek. Falarning do'ppisini pustani kaydirdi deymizga. Demak, bu endi boshqa xalqlar uqolmay qolsin deb endi qo'ymichilik qilgan odam qilg'ayish. Va ashmani bildirdi demakmi? Ba shuni bildirdi. Qo'chiyotmanlar, aralashtiryotmanlar. كان المعنى ولا تكتبوا في التوراة ما ليس منها. Tevrat'tan emas bo'lgan narsani yozmanlar. Unda qilsanlar yaqtaditul haqqul munazzalu bil batil. Allohning huzuridan tushirilgan haq sizlar yozib olgan o'zingni paydo qilgan batilga aralashib ketib qoldi. Natijada Allohdan kelgan haq bilan sizlarning ajnoq gapinglarni ayirmay qoladi. وإن كانت باء الاستعانة ise ana sila deb qoldi. Sila bo'lsa yuqorqidek bo'ldi ekan ma'nosi. Endi isti'ana ma'nosida deyilib qolsa, xuddi katabtu bil qalam, ya'ni qalamning yordami bilan qalamni ishlatib, bosib turib bunda yozdim degandek. Qalamdan yordam olib yozgandek, kanal ma'na va la tajalul haqqa multabisan mushtabihan bi batilikum alladhi taktubunahu. Ya'ni sizlar yozgan batilinglarning sababi bilan, vasitasi bilan haqni gumonlik qilib qo'ymanglar degan bo'ldi ekan. Bunun ma'nosi nima tushunami? Va taktumul haqq. Yani sizlar haqni ushumanglar va majzumun dakhilun tahta hukmun nahy. Yani va la talbisu va la taktumu al haqq demak. Demak bu cheklamaninki hukmining ichida shu. Shu ma'tuf qildiq-ku. Bi ma'na va la taktumu mana.
yoki manda desak bo'ldi av mansub bi idmar anni ko'ngliga pukib turib misol mansub bo'lib ketdi shundan nun chiqib ketdi astaktumunal haqq demoqchi wal wawu misol va taktumu deganki va bi ma'na al jam' bu yerda jamlashni bildirgan vav ya'ni ikki narsani buni jamlab qilmanglar ay wala tajma'u bayna labsil haqq bil batil va kitmanil haqq ka qawlika la ta'kulus samaka va tashrabal labana. Yani sizlar haqni batilga aralashtirish bilan billa haqni yo'shish ikkisini billa tan qilmanglar degan ma'noda. Bu xuddi sizning ma'sudingga o'xshaydi. Beliq yeb pishma. Ya'ni ikkisini bir vaqt qilma demoqchi. Beliq yegan vaqtingda sen voy qo'sqonni ortida, qo'ldiriltida masalan. Bir aram qildi, yamanda kasal paydo qildi deganda har xil gaplar bor. Arabda bu mashhur so'z. La ta'kulus samaka va tashrabal laban. Mushun i'robi 3 xil i'rob bor. Va tashrab degan so'z 3 xil aytiladi. Masalan, la ta'kulus samaka va tashrabal laban desa, hali jam qilma demoqchi. İkisini birleymeyin. Ayrım insan oldu. Birine düşkün ya. Beliqni atsigen uçal meyli deydi. Hem de la ta'kulus samaka ve teşrab. Yani ve teşrab diyen sakin kıl ve teşrabil leben desek. Yani kesre okuyumuz hem daha tutaşkınken kesre olduğu. Bu uçağda nim buludu. Bu uçağda beliq mı ima? Sütünü içmeyin. Eğer la ta'kulus samaka ve teşrabul lebena şu. Beliq ima süt eş. Yani. Şu bir zizi var. Pişinin mesela bunda zıkmanı özgürüp ketdi. Demek ayet xuddi mushu va tashrabal laban deb zivar o'qilgan altidagi o'xshash ikkisini tan qilmanglar. Yani manda qabishni qilmadi endi. Chunki ayrim bir qabihda, ayrim bir qabida ikkisini jinga manda qilibman. Va huma amran mutamayyizan. Demek bu her biri alohida turadigan ayrim bir cho'ng jinoyatda bu. Lianna labsal haqq bil batil ma zakarna min kutubihim fi at-Tawra ma laysa minha. Chunki haqni batilga qo'shib o'tish degan biz ashularning kitoblarida yozilgan narsaga boshqa narsani qitib qo'yishdan iboratdir. Hamda haqni yo'shirish degan ay yaqulu la najri fi at-Tawra sifata Muhammadin aw hukma kaza. Haqni yo'shirishgan ya biz Tavratda Rasululloh to'g'riligida gapni biz ushirib qolmadik, ko'rmadik. Yoki chamma kesak qilishdan gap yo'q degandek, menda hukm yo'qda deb turganligi bu haqni yo'shirish. Ikkinchisi ayrim cho'ng bir jinoyatdir. Va antum ta'lamun. Sizlar bilib turib deydi. Bilmay qilsangiz bu yengiltig'i. Bilib turib degani bu yomon. Fi hal ilmikum annakum labisuna va katibun. Demak, siz o'zingizning ash qo'chiyotganligingni va higa o'zingizning gapini aralashtirayotganligini bilib turib, Allohning hukmini yo'shirayotganligini bilib turib bunda qilmanglar. Va u aqbah lahum. Demak, bu ular uchun intayin qabih. لأن الجهل بالقبيح ربما عذر مرتكبه. Çünkü qabahatni hukmay qilib, qabahatni tunamagan bir odam buni qilgan bo'lsa, balki bu hukmay qilsabdi deb ma'zur ko'rilishi mumkin. Lekin bilib qilsanglar, bu chaqda bu bak ig'ar. Endi bu antum ta'lamun dedi. Ta'lamun da maf'uli yo'q. Maf'ul mahzuf mishad. Nima? Chunki boshqa oyatlarda chiqib o'tdi-ku. Umla shurun degandek. Maf'ulni olib tashlatdi. Demak, maf'ula xuddamda va antum ta'lamuna annahu masan nabiyyun degandek. Peygamberning ahvolini bilib turib, yo'shimanglar. Yana sizlar Allohdan sizga nozil bo'lganini bilib turib, buningga boshqa aralashtirmanglar. Demak, o'sha va antum ta'lamun degan ma'lum narsa. Siz hamma narsani bilib turib degan gap yo'q. Allohdan ishkani bilasizlar, payg'ambarning sutvorligini bilasizlar, Allohning hukmlarini bilasizlar. Va shuni bilib turib, menda qilmanglar. Yoki o'zinglarning shirg'anligini bilib turib desak bo'ldi. Lekin hamma narsani bilib turib degan mutlaq bir ilm bilan sifatlanadi. Unda jiqni bilib ketmaydi ular. Demak, o'sha ilm muqayyat, ma'lum narsani bilishdan iborat. Bunda bilib turib bunda qildingmi deymiz-ku? Bu bir xil qayish, ayplash. Va aqimus salata va atuz zakah. Namozni joyida o'qinglar, zakat beringlar. Ya'ni bu yerda bundazda ay salatun zakatun. Bu yahudilik xitobidir. Ma yahudilik xitob hozir biz keyingi darsligimizda do'q al-kuffar mukallafuna bi furu' shariat dedik. Shuni dalil mana. Yahudilik xitobi aqimus salata atuz zakat deydi-ku. Demak taklif bo'ldimi buni? Taklif bo'ldi. Taklif bor. İmanға da'vatga belki qo'ydi. Amin bimanada musaddiqan demak oldu. İmanға da'vat qildi, namoz o'qishga da'vat qildi, zakat berishga da'vat qildi. Asli shariatdan bo'lgan Asli shariatida bor, lekin u shariat Islom shariatiga mansub qilingan ekan, hozir shu musulmonlar o'qiyotgandek mushunda namozni bergan, mushunda zakatni beringlar deydi.
Yani ma tafsirda mana ay salatul muslimina va zakatuhum. Asma musulmonlar hamda namoz o'qinglar, zakat turinglar. Demak, bu yerda namoz va zakat musulmonlar qilgan namoz bilan zakat shu. Demak, ashanga taklif berdi mana. Varka'u ma'ar raki'in. Yani shu musulmonlar ruku qilib namoz o'qiyotgandek sizlar ashular bilan ruku qilgan musulmonlar bilan ruku qilinglar dedi. Li'annal yahuda la ruku'a fi salatihim. Yahudilarning namozda ruku qilish yo'q. O'rtiblar bundan o'qiydi hozirmi? Hayatul mabkani oldidan o'rtiblar bundan o'qiydi. Nima demayapsiz shu? Hayatul mabka. Bular ulug'laydigan bir tam bu. Bu ahsona bir deymizmi? Mesela ahsanın yeniligi bir tam. Aşağıda bir ulug'laydigan tam. Şunun aldığı kelib, binasini o'qib namoz o'qiganda qilib ulug'laydigan joy demak. Ay aslimu va amalu amala ahli islam. Yani ayda iman etib, musulmon bo'lib, islom ahlining amallarini qilinglar. Wajadan yurada bir ruku' as-salah kama yu'abbaru anha bis-sujud. Endi rukudan mishada namoz maqsad qilingan bo'lishi mumkin deydi. Çünkü itlaqul cüz ve iradatul kul dedik-ku. Bu majaz mursalning bir türü. Bu bo'lishi mumkin. Mesela raqaba degandek. Fakku raqaba dedi. Demak, u raqabani bo'ynini ozod qilib, boshqa badani ozod qilmaydi. Shu qulni butun demoqchi. Mishadami xuddi rukuna ig'izga oldi, lekin namozni ko'z tutgan bo'lishi mumkin. Chunki ruku degan bu namozning eng muhim qismi. Masalan, sujud degandek. Sujud bilan namoz maqsad qildi avvalda bor. Ve yekun amran bis salati ma'al musallina yani fil jamaa. Yani namoz o'qiyotganlar bilan birga namoz o'qib, yani jamoat bilan namoz o'qishga buyurishdan iborat bo'lishi mumkin. Yani salluha ma'al musallin la munfaridin. Yolg'iz tanha unda o'qimay, namoz o'quvchilar bilan birga o'qinglar. Jamoat namozi farz deganlar mushundal qildi. Barkav marrakin. Yani Yahudilar o'zining shariatida jamoat bilan namoz o'qish yo'q. Xuddi ruku qilish yo'q. Jamoat bilan namoz o'qish yo'q bo'lganki Alloh taolo musulmon dekamda ruku qilib jamoat o'qinglar demoqchi. Chunki ularning shariatida jamoat qilib o'qimaydi ekan. Yolg'iz tanha o'qiydi ekan. Wal hamzatu fi atamuruna an-nas. Buningdagi hamza lit-taqrir ma'a at-tawbihi va at-ta'ajjub min halim. Yani kishilarni yaxshilikqa buyurib turib, o'zinglarni qilamizlar. O'zingni to'sqan narsa o'zingni qilamizlar. Mishada o'sha istifham, ya'ni lit-taqrir ma'a at-tawbih. Tapamalamat qilib, ashulning ahvolini sizlarda qilyapsizlar. Taqrir degan sizlarda qilyapsizlar. Ya'ni o'zingni qilmay, boshqani buyuryapsizlar deb mo'yalishtirib qilib, oyna qilamizlar deb. Ya'ni ajablarlik, hayron qolarlik bir ishni qilyapsizlar. Bunda qilsanglar sattirdi degan. Bil bir ay sa'atul khayri val ma'rufi. Bir degan so'z yaxshilik, shariat tunaydigan, biladigan ishlarni keng bo'lgan holat ekan. Yaxshilik va kengayib ketgan bo'lsa bir deb ataykanmiz. Wa minhu al-barru li sa'atihi. Cho'ng quruqliq degandek, quruqliq zaman degani xuddi dengizdan quruqliq chiqdi deymiz-ku. Bu quruqliq bu kengri bundan narsa bo'lgan ekan, bir deb atalgan. Ama kichik narsa bo'lsa jazira bo'lib qoldi, aralab bo'lib qoldi. Ama cho'ng quruqliq bo'lgan ekan bu bir deb atalgan, keng bo'lgan ekan. Wa yatanawalu kull khayrin, bu barliq yaxshilikni hammani o'z ichiga oldi. Adat al-bir deganni ismun jami' ya abwabil khayr deb ta'rif qildi. ومنه قولهم صدقت وبررت. sen rast gap qilding, yaxshilik qilding, ihson qilding degan ma'noda. Va kana al-ahbaru, yani Yahudininki olimlari, mullamlari ya'muruna man nasahuhu fi sirri min aqaribihim. Yaqin urug' tuqqanlar, yaqinlarga nasihat qilsa, samimiy bir yo'l ko'rsatib qolsa, bunday ekan, yaqin tuqqanlar va boshqalarga samimiy nasihat qilgan chog'da Muhammadga ergashinglar, bu rasul payg'ambar bu deydi ekan. Chunki uni bilgan ekan, samimiy, men chin ko'nglimdan deb nasihat qilay bunga deb qolsa, arida deydi ekan. Bu Muhammadga ergashinglar bu. Birinchi savol bir Yahudining bolalar qavsini kirib imoniyat qilsa, saqasi qabul qilsin va itoat qildi. So'ngacha imoniyat qildi. Demak, shu Yahudi imom da bolasga bir yaxshilikni iroda qilib, samimiy bir yo'l ko'rsatib qo'yamdi. Oxirgi dunyoga ketgan vaqt bir musulmon ketib qolsin deb ko'yinganlikdan unda yo'l ko'rsatdi. Demak, bu mollalar hamda birsi yaqin bir ko'ngil yaqin odamga ya bir urug'lar kelib, qanday qilsa qular deb qazg'agisi qularsa, shu Muhammadga ergashgan deb samimiy nasihatlarga shunday deydi ekan. Lekin o'zi Rasulullohga ergashmay turadi ekan. Vaqila kanu ya'muruna bis-sadaqati wa la yatasaddaqun. Mandam deyilibdi. Sadaqa beranglar buyurdi, o'zi bermaydi. Va idza utu bis-sadaqati yufarriquha khanu fiha. Mana joy-joyga taqib bersa deb sadaqa akib bersa boshqalar xiyonat qilib yivolibdi. Yo'q, boshqalar sadaqa beradi. Sadaqa o'zimi bermaydi.
Başkalar amanet topşırganın özü iyi oldu. Bunda illetli battı deydi. Yani nişadiki etemurunun nasi bil bir diyen birden maksat. Yani bu keng yaxşılıkın özü işe asma. Nişadın muayyen bir nasi közü tutulgan bolsun mümkün. Bu bolsun ya peygamberge işiniş. Ya ki hayır etsen koyun. Sadaka mesela. Zekat uğrayasın. Ve tensavna enfusakum. Özanlarını unutup kalamızlar. Tensav diyenmiş. Tensav diyen yani tetrukun demekçi. Ve tetrukunaha minel birri kelmensiyat. Demek yaxşılıktan özanını taslap koyup xuddi unutup kalgan narsalar qatorida özanını bunda taslap etamizlar. Yani tensa diyenler tetrukun orada işletishdan olmasa xuddi mubolag'a. Xuddi unutup kalgan narsa qimmati yo'q narsa bo'lgan. Xuddi özanlar bu hisobdan chiqaritilgan narsa boshqalarga gapni qilisizlar, özanını unutup qolasizlar. Kıyamet günü cennet ehli, do'zax ehliga qarasa, o'zi tanıydigan bir shulni yaxshilik buyurgan, emalaq to'sgan bir odamni ko'rdi. Ama ko'rganki, "Voy, nima bo'lib kirib qollar, bu dunyo bizni bunda yaxshilik buyurib, va'z nasihat aytib, tashviq qilib, yomon ishlardan to'sgan emasmidlar?" desa, "Kuntu amurukum va la ati, va anhaakum va ati." Sizlarga buyurdim, lekin o'zim qilmaydim. Sizni cheklaydim, lekin o'zim qildim. Xuddi bu la tanha an xuluqin va ta'ti mislahu arun alayka idza fa'alta azimu. Shoir deydi-ku, unda qilsang sana bak sattirgan bir numus bor. Va antum tatluna al-kitab. Demak, siz yaxshilik buyurib, yomonlikdan to'sab, lekin o'zinglarni unutib qolasizlar. Albuki sizga Tavrat tilovat qilib turgan to'sa, mushada tabkir debdi. Demak, bu tabkir deganimiz kayish, tabim alamat. Dedi-ku, ay tatluna at-Tavrat va fiha na'atu Muhammadin sallallohu alayhi vasallam. Sizlar yani Tavratni tilovat qilib turasizlar. Buningda Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sifatlari bor. Demak, mushunda turug'liq boshqalarga va iymon ayting deb qo'yib, o'zinglar iymon aytmay tura olamsizlar. Aw fiha al-wa'idu 'ala al-khiyana. Yoki Tavratda, tilovat qilgan Tavratda xiyonat qilsa, qanday jazo berilganlikqa qattiq tahdidlar bor. Yaxshilikni qilmay tashlab o'tishga, so'zning amalga zid qildiganligiga qarata berilgan tahdidlar bor. Afala taqilun. Siz bunu tushunmamsizlar, anqirmamsizlar. Taqilunmi maf'ul mahzuf bo'ladi. Afala taftinuna liqubhi ma aqdamtum alayh. Siz qadam qo'ygan ishning naqadar qabahatligiga siz sezmayapsizlar. Aqlingiz tuymayapti buni. Hatta yasuddakum istiqbahuhu an irtikabihi va huwa tawbihun azim. Demak, sizlar shu qadam qo'ygan qabiy ishinglarni qabih deb bilgan bo'lsanglar, bu bilishinglar, mush aql idrokinglar, mush tushunishinglar sizni ashini qildirmaydi deydi. Demak, bu qattiq kayishdan iborat. Va munda tursa, munda olti, munda qildingmi? deb odat topamalamat qilingizmi? Qarab turib munda qildingmi deganda. Wasta'inu, yordam olinglar, yordam talab qilinglar degandik. Ala hawaijikum ilalloh. Alloh taolo qarta ibodat qilishda, shu dunyoda hayotingni o'tkazishda ehtiyojingni tarta yardım qilinglar dedi. Biz sabri va sola, namoz va sabr qilish bilan yardım qilinglar dedi. Ey bil jam'i baynahuma, ikkisini jamlab turib, sabr qilgash namoz o'qish, sabr qilgash namoz o'qishmizda bil ilib manish bilan yardım qilinglar dedi. Va an tusallu sabirin ala takalifis salati muhtamilina limashaqiha. Namozning takliflariga sabr qilgan holatda namoz o'qinglar. Buning jafo mushaqqatlarini ko'targan holatda dedi. Çünkü namoz o'qishning o'zimi xuddi musulmonlarning namozi qila himmat talab qiladigan tez ishim. Atiyanda uyg'onishmi tez. Qishdan sovuq kunlarda sovuq suv tartilishmi tez. Va ma yajib fiha min ikhlasil qalb. Ya'ni taqa musulmonlar o'qigandek namoz o'qish uchun ashuni qilgandek ixlos qilishmi tez. Ma bagrak tasman. Va daf'al wasawis ash-shaytaniyya. Shaytondan davomli shaytonning vasvasasidan shu mudofaa ko'rib, ashuni ishtirib turishmi bu mutaz. Val hawajis an-nafsaniyya, ko'ngil xohishlari, har xil ko'ngil kirdigan xiyol, dekkulikka andishalar va muraatul adab val khushu'. Namozninki adab qoidalariga, khushu' xuduga rioya qilishmi Mujunda tez, şunga sabr bilan chidab ado qilamiz shularni. Vastihdorul ilmi bi annahu intisabun bayna yaday jabbaris samawati val ard. Ya'ni Alloh taolaning huzurida turgan chaqda sen osmon zaminlarni qahr qilib tug'uchining oldida tik turibsa deb mushunda bilib turib, munda bir tuyg'uni his qilib turib, oldinga akab turib, munda turish. Yani mushuninga bardosh berishing kerak dedi.
Bu mu tersi şundama? Eusta'inu alal balaya ve nevaibi bis sabr alayha. Ya ki balay musibetler, balay afatlarga ve nevaib degan beşik kılgan küllar ile egirchiliklarga sabr qilish orqali uning ustidan g'olib kelinglar. Val iltija ila salati inda wuqu'iha. Namozning vaqti bo'lgan chaqda qattiq namoz yugurish orqali, xuddi namozni bir panohgah tariqasida namozni yugurib panohlanish orqali chidanglar dedi. Wa kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iza hazabahu amrun fazi'a ila as-salat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir muhim ish qilishtirsa yoki bir musibat ya g'am endişe kelib qolsa darhol namozga yuguribdi. Namoz yugurib namoz bilan panoh olibdi. Nafl namaz. Farz namaz kelib qolsa farz namoz yuguribdi. Farz namozning vaqti bo'lmasa nafl namoz yuguribdi. Wa an ibn Abbas radhiyallohu anhu annahu nu'iya ilayhi aquhu Qutam. İbn Abbas'a Qusam radhiyallohu anhu'ningki shahid bo'lganligi xabar keldi vafotining. U safar ustida ekan. Fastarja'a wa salla rak'atayn thumma qala wa huwa fi safarin degani shu Ibn Abbas qaytamdi, bu Qusam qaytamdi. Chunki ma Qusam radhiyallohu anhu bu Rasululloh ko'rgan sahoba, kichik vaqtida ko'rgan. Inisi bu deyman, buning kichikdir. Ibn Abbasning kichikdir. Rasululloh bu bo'lgan chog'da balki bu 10 yosh, 8 yosh yamdek bo'lishi mumkin. Hijriy 57-yilda o'lib ketgan. Bu Samarqandda shahid bo'lib ketgan. Hozir O'zbekistonda. Qosam safar ustida, yana shu jihad ustida, shu Samarqandda shahid bo'lib ketgan xabar keldi desak bo'ldi. Yoki Ibn Abbas safarga ketayotgan chaqda inesining xabari ketdi. Bo'g'achi istarja degani Ibn Abbas bu xabarni anglab istarja, ya'ni inna lillahi va inna ilayhi rojiun dedi. Va salla rak'atayn, 2 rakat namoz o'qidi. Undan keyin bunda debdi: "Vasta'inu bis-sabri was-salam." Oyatni bunda shohid etibdi. Yani Alloh taolo bunda deb buyurgan, men shu bo'yicha qildim degan tariqa. Men sabr qildim, men namoz o'qidim. Demak, mushu undan yordam olib ba'zi mazmun ching turibdi hozir demak. Vaqila as-sabr as-sawm. Ba'zan sabr deganni savm deb tafsir qildi. Li'annahu habsun anil muftirat. Bu bir xilamda savm degan ichitadigan narsalardan o'zini ching tutib, o'zini so'lab qo'yishdi-ku. Shunga sabrmi odamni habsun alal makarih degandek. Adam yoqtirmaydigan, adam ig'ir qiladigan narsa adamni mishadni midilmaydi, chilab tur degan tariqada so'rab qo'yishdik. Habsun nafs alal makarih degandek. Va minhu qila li shahr Ramazon shahrus sabr. Yana Ramazon oyiga mushu ma'noda ko'z tutib turib, sabr taqat deb bunda deyildi deydi. Va qila as-salatu du'a. Yana namoz duodan iborat deb tafsir qilindi. استعينوا على البلايا بالصبر والالتجاء إلى الدعاء والابتهال إلى الله في دفعه. استعينوا بالصبر والصلاة هنا sabr qilish bilan va Alloh taolaga yelinib turib, Alloh taolaning huzuriga o'zimizni tashlab turib, Alloh taolaga tadarruq qilgan holatda ash balay musibatni mudofaa qilish uchun duo qilinglar degan bo'ldi. İbtihal degan tadarruq degan bo'ldi. Yelinish. Bahla degan bir xil qasam qilishdek ma'nosi. Daf'i degan ash qamcha qanday ko'tarishdi-mi? Daf'i degan ash balay musibatni mudofaa qilishda. Qur'on karimda bor, "Summa nabtahildir." Demek müşahede Allah Teala'ya kirip başı resmi dua kılıp bana. Dua kılıp kağışımız bir bunu. Kağışımız kezzap olsak bana. Allah Teala'nın gazabı. Demek Allah Teala yelinip durup dua kılın. Kılınamızda degen. Ve inneha ad-damiru lis-salah. Evlen istihane edin. İnneha degen yani meyada hazır. Severini namazını tılık aldı. Yani inneha degen ya namaz ya ki yardım edişteydi. Severden yardımla işte. Severini demek lazım tefsir ediyor. Emniyette namazı buluşu mümkün, severgi buluşu mümkün, isti'anegi buluşu mümkün. Şunama. Ya bütün buyurgan narsalar o yukarıda. Akimus salat ve atuz zekat. Aşu hemen özü mümkün. İnneha diyene. Lekebiratun. Bu beklan çok iş bu. İntayin eğir, meşakkatlik. Min kavlike kebura aleyhi hadal amr. Maaş muhabbet çok kep kaldı diyene. Sen bek çok iş şofsa demiz bu. Bundan. İlla alal xaşayin fakat xuşu bilan ibodat qilgan kishilarga bu unda egirkenmaydi. Nima uchun? Li'annahum yatawaqqa'una maddakhara lis-sabirin ala mata'ibha fatahunu alayhim. Chunki o xaşayinlar Alloh taoladan qo'rqib qo'yishda bo'ysunib turdiganlar
Allah Teala'nın aşo ibadetinin meşakkatleri başka bütün dünya meşakkatlerine sabır kıygan kişilerge tayyarlap koygan sevaplarını, cennetteki mertebelerini bula közlep tuğallıktan, aşo bizge kilidi inşallah diğerlikten bulanın közüge bu eğirçilikler bek yengil göründü. Yengil tuyuldu. Ela tara ila kavlihi ellezine yadhunnuna ennehum mulaqu rabbihim. Mana Allah Teala mujahidi qaramamsa mana. Çünkü ular Perverdigari bilan o'zining uchrashganligini bilishidi. Yadunni degan biladi, o'ylaydi, har xil o'sha yaqin ma'noda ishlatildi. Ay yatawaqqauna liqa'a thawabihi. Xuddi liqa rabbim desam da xuddi me'adam ta'rif misal bo'lmaydi, bu jismda ko'rib qoldi-da va savobini deb ta'rif qildi. Rabbilar uchrashidi, siz bo'ldi-ku. Ha? Allah Taala huzuriga bordi, uchrashidi. Lekin qanday uchrashidi unda? Bu bir jism bilan bir jism uchrashgan shaklda emas. Bir tarafida Allah, leysa kemisli şey. Bir tarafida insan var. İki taraf şu. Çünkü uçuruş hem de kanda uçuruş vallahi Allah. Uçuruştu. Çünkü çok mu adet gerek bunda işte taraf, cihat, uçuruşu buluş şart demez bu. Ama aynı bulap kaldı da bunda tevabihi dedi. Liqa Allah'ın liqa tevabihi dedi. Ve neyle ma indehu ve etmauna fi. Allah'ın huzurdaki katta sevaplarını eriş. Ne kütüvatıdı o ve onu temel kılvat kaldı bulan. Yani yetevakkaun dedi şuna ama neymiş şu desen? O müminlerin akıbette kanda ahirleşine olup bilmeydi. Şuna yezunnun, yetevakkaun. Bunda oylaydım da. Biz inşallah bunda çın tutsak inşallah biz dünyada mümin ketişki Allah nasip etse biz aşağıdan erişimizde buna oylayız. Lakin cezmiyem de keskinleştiremeyiz şuna ama şuna yezunnun diyen sözü ekerim olsun mümkün yani. Ve fısra yezunnun biyeteyakkanun. Cezmileştirip keskin bilidu deb mu tefsir kılındı. Abdullah ibn Mas'ud'unki ya'lamun deb qiraat vakil. Ellezine ya'lamuna ennehum mulaqu rabbihim. Ay ya'lamuna ennehu la budda min liqa'il jaza fayamaluna ala hasabi zalik. Yani bunda tefsir qilsak, xuddi cho'qim shu mukofotga uchrashmay, xuddi savob deb nima qildi, ta'bir qildi. Savob uchrashmay bo'lmaydi. Shunga endi biz shunga tayyorligida, shunga loyiq ish qilmasak bo'lmaydi deb bunda qildi. Allah Teala uçuruşudu desek buldum ya ta'vil qilishmi. Va amma man lam yuqin bil jiza, lekin keskin unda bilmaganlar şu. Allah Teala'la uçurishni unda keskin bilmaganlar. Va lam yarju thawab, savobini umid qilmaganlar, kana alayhi mashaqqa qalsa. Unda uçurishini xiyol bo'lmagan ekan, buni ig'ir qiladanmish. Faqat bir o'zini jafosirishdan iborat bir ish. Va khushu al-ikhbat va at-tatamun. Khushu degan so'z nimadan iborat? Al-ikhbat İhbat yani kemterlik, özünü tuvan tutuyorsun. Ve beşşiril muhbitin, Kur'an bağı bu muhbitindir. Kemter, tavazu, küçük piyel oğulları. Ve tatamun diyen, bu mamda özünü tuvan tutuyorsun. Tatamun, tatamunun tesirli tatamun diyor. Ve emmel hudu diyen çoğuzu fellinu velenqiyat. Yani yumuşak. Nege eydise şeye eydilmağınıgan, inqiyat diyen, şu boysunup, nege başlası şeye eydildiğen. Ve fessara'l liqa'a bir-ru'ya. Yani ve fussira'l liqa'u bir-ru'ya deydi. Mişer liqa diyen, mağı birinci tesirde savabıyla uçuruşunu da koydu. Yani bir demede Allah Teala'nın körüş tepme tefsir kılındı dedi. Mulaqu Rabbihim yani yaravuna Rabbahum diyen. Ve mulaqu Rabbihim muayinuhu bila keyf. Perverdigarı uçuraşmışlar, onu köz bilen kökçilerdir. Lekin manda onda şekilde demeymez. Keyfiyeti vallahu alem. Tafvid kılmaz. Resmi selefi tefsir kıldı. Köz bilen güreştin. Ve ennehum ileyhi raciun. Yana özlerininki Allah'ın huzuruna kayıtlıqlarını bilidu. La yemliku emrahum fil ahireti ahadun suva. Yani ulanın işi kıyamet günde Allah'dan başka hiç kiminin kulluğunda emaslikini bilirdi. Ya Bani İsrail yani bir tekrarlab kitap kılatıdı. Uzkuru ni'metelleti en'amtu aleykum. Men sizlarga ne'mat qilib bergan ne'matimni eslanglar. Yani bu yerda Bani İsrailni tekrarladı nima uchun? Ta'kidlash uchun. Yani ashulning diqqatini tortish uchun falani degan tariqada. Wa anni faddaltukum. Yana men sizlarni afzal qildim dedi. Nasbun atfun ala ni'matin. Yani mansub o'qildi bu. Ve enni shnama bu ne'matiga ma'tuf ve men sizlarni bunda zamoningdagi butun kishilardan afzal qilganligimni eslanglar, ne'matimni eslanglar demak. Ay uzkuru ne'mati va taqdili, afzal qilganligimni eslanglar. Alal alamin, alal jammul ghafir minan nas. Nurg'un kishilardan afzal qilganligimni.
Yuqal ra'aytu alaman minan nas wal murad al katra. Kişilerden bir alemni gördüm degene nurg'un kishilarni gördüm degen. Yani bularning o'z zamoniga Rasulullahning zamoni qadar bo'lgan vaqtdagi nurg'un kishilarni afzal qildirmoqchi. Yani alimi zamanihim. Albatta keyingi mu'minlar bular o'zar. Demak shu zamondagi kishilarga qarata men sizni afzal qilgandim deydi. Vattaqu yawman. Yani sizlar bir kundan qo'rqinglar, daldininglar, o'zinglarni daldiga ilinglar deydi. Yani o kun nima? Qiyomat. Lekin bu oyatda qiyomat kundimida shundoq bir kunning dahshatidan, shundoq bir kundan o'zinglarni daldiga ilinglarki, u kunda nima bo'ldi? La tajzi nafsun an nafsin shay'a. Bular qiyomat kunida tafsir qildi. Va huwa maf'ulun bihi ladar. Demak, yawman degani zarf emas. Zarf bo'lsa, shunda bir kunda o'zinglarni daldiga ilinglar degan bo'ldi. Hozir maf'ulun bihi bo'lsa, shundoq bir kundan o'zinglarni daldiga ilinglar degan. U kunda la tajzi nafsun an nafsin. Ya da mu'minatın da. Mu'minatın da cümlesi oldu. Ya da mesela nefsin, mutlakın nefs. Bir nefsken onda onun ornunda bir nefsini adak koyamaydı. Kafiratın da. Yani mu'min nefs, kafir nefsinin bir ornunda maaşına iman etmezken onun ornunda iman etken bırak koyay, ya namaz okumatken namaz okup koyay dedi gayet yoktu. Yani kılmağa amellerini adak koyamaydı demiş. Tecrid yani. Ey la taqdi anha shay'an min al-huquq allati lazimatha. Gadiga o'rnab ketgan haqlarni hech birisini ado qilib qo'ymaydi. Lekin savob basi bir damda. Savob berib qolsa, o'tinish ulab qolsa berishi mumkin. Va shay'an maf'ulun bihi. Shay'an nazar maf'ulun bihi. Hech nima dedi, ha? Yoki masdar debdi. Masdar bo'lsa nima bo'ldi? Yani qalilan min al-jaza. La tajzi nafsun an nafsin jazaan. Yani maf'ul mutlaq degan bo'ldi bu. La tajzi jazaan ma. Qanda bir ado qilishni ado qilmaydi degan. Val jumlatu mansubatul mahalli. Mush jumla la tajzi nafsun mushu fi mahalli nasbgan. Nima desa sifal yawman. Yawman mansub bo'lgan ekan, ismi mansublikda. Shuning agishidir. Shunda bir kun hamda bir insonning o mecburiyetini ada qilib qo'yolmaydigan bir kundan o'zingni daldigalanglar. Wal a'idu minha ila al-mawsuf taqdiru la tajzi fihi. Demak, bu yerda fi deganni taqdir qilganmiz. Wa la yuqbalu minha shafa'a. Yani u nafsdan shafaatni qabul qilinmaydi. Shafaat degan nima? Bu juftlikni bildiradi o'shmi? Shaf'a, min ash-shaf'i wal watr. Shaf'a degan juft. Demak, bu yerda bir odam bor, ya'ni bir odamni tilib olmoqchi. Muşun şefaat deymiz. Tilverişne şefaat. Bu ikkedeni oturduğun diken şefaat oldu. Cüplükünü bildirdiğin. Ve la tuqbalu bitta. Yani la yuqbal diyenine la tuqbal da tavilen uqtu Mekke ve Basra qarilere. Ve damiru fi minha. Ve la yuqbalu minha diyenike minha. Diyenike damir. Yerciu ile nefsil mu'mine. Birinci nefsil mu'mine eşkiniz kafir de tefsir kıldı o. Şu boyucu da yaptı. Demek aş bir nefsten başka bir nefsi karta şefaat mı kabul kılmaydı. Ey la tuqbalu minha şefaatun lil kafira debdi. Kafir xas deb qarab, kafirni birisi tilbilish yo'q demoqchi. Wa qila kanat al-yahud tazumu anna abahum al-anbiya yashfa'una lahum fa'uyisu fa huwa ka qawlihi fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in. Manda tafsir qildi Yahudilar o'zining ashu cho'nglari, kattalari, payg'ambarlari ularga shafaat qiladi deb o'ylaydi. Shunlar ular umidsiz qoldirilgan. Xuddi fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in. Ayette kıyamet günü peygamberler hammasi şefaat qilib tililishdan o'zini tortadi. Jur'at qilmaydi. Onun berib baqadi, bunun o İbrahimning qashqadi, onun İsa'ning qashqadi, ashunda berib oxirida hammasi o'zining bir kamchilik ba'zi bilimlarini o'ylab, men şefaat qilishga bo'lmayman deb Rasulullahning qashqi biranlar degan ekan. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qashqa bo'lgan chaqda undan Rasululloh berib men bo'ldim o'sha. Şefaatki mana çıkmaya secde kılıp beşini kötülemedim kan sel tu'ta ve şefaatu şefaat diyen hadis şu. Şu an hadiste men qala hine ismul muaddin Allahümme rabbani da'vati tama ve salatul qaime ati Muhammeden el-vesiletel fadila ve ba'athu maqamen mahmuden alladhi va'atte dese hallet lehu şefaati de. Fakat Resulullah'a şefaatini kılış bağımlı keyifliğin bağım. Resulullah şefaat kıladı. Umum şefaat Resulullah'a nispeten. Ondan qarilar şefaat qildigan, kichik vallah ota-onasini tilib oldigan, boshqa har xil martabaliklar tilib olish u boshqa. Bu umum insoniyat qatta tilib olish.
Şefaatul kubra, el-uzma diyen şu. Ve teşebbusul mu'tezileti bil ayeti fi nef'i şefaati lil-usam merdudun li'ennel menfiye şefaatul kuffar. Yani mu'tezile havariz. Yani mu'tezilenin bir taifesi, bir kısmı şefaatini inkar kılıyorları var. Muş ayetki esraldı deydi. Fema tenfa'un şefaatu şafi'in. La yuqbalu minha şefaat dedi. Ama muşu şikayetki esrilip şefaat kılışı yok. Hiç kim şefaat kılmaydı uyardı dedi. Bir yer nimde bir reddiye vermezse bu şikayetki şefaat kılınmaydı, şefaat kılışı yok diyene ma şikayet şu kafir ehli kitap şuldu kelgelik üçün kafirde şefaat kılışı yok. Lekin muş ümmet dairesiga la ilahe illallah diyenler qarta şefaat var. Deb şefaat kılış hadisleri mutawatir kelgedi. Yani bunu şu nerat kıldı siyaq o ahad yoki bundatı deb aqlaydiga bo'ysundirib o'zidan ayetda olgan tushunchasi bo'ysundirib uni rad qilyapti hadislar. Lekin shabaning hadislar mutawatir. Qatti shabat qilmaydi-mi? Ha. Fatva deb chiqdi Mustafa Mahmud shabaning inkor qilib berdi, boshqa deydi. Yo'q bu bir xil aqlani ittijan. Mu'tazilama aqliy yuzlanganlikdan hadisni inkor qilib shu oyatni tushunmaydi deb turadi. Demak, ahli sunnaning qarshida shafaat bor. Nurg'un hadislar bor mutawatir darajada. Chunki biz shafaat yo'q degan gap kafirlar qarta shafaat yo'q degan bo'ldi. وقد قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي من كذب بها لم ينلها من ذلك شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ديgan مشو bir ibarani Tirmizi rivoyat qilgan ismi. Ağır man كذب بها لم ينلها degan balki boshqa rivoyat kelgan bo'lishi mumkin. Chunki bizlar Bani İsrail kitoblarimizga la yaqul minha shafaat degan shularga nisbatan, sizlarga nisbatan da shafaat qilish yo'q. Kafir bo'lsanglar shafaat yo'q bu kunda. Shunda saqlaninglar ki musulmon bo'linglar, undan shafaatga erishinglar Muhammadning. Bunda da'vasi. Birinchi kitob Yahudiylarga. Ikkinchi famatan fam shafaat shafi'in degan shu. Masalakakum fi saqar. Qawlun an oxirida kunna nukadzib yawmiddin va kunna nakhudum al khalidin dedi. Shunama ayrıca famatan fa'hum shafaatu shafi'in. Anda bo'lgan ekan, takzib yawmiddin kafir bo'lgan ekan, shafaatning foydasi yo'q uni. Shafaat nimaga foydasi borda? Oxirat kuniga takzib qilmagan, Rasululloh ishongan bo'lsa, undan foydasi yetadi. Unda ular foydasi etmaydi. Va la yu'khadu minha adlun. Adlun degan so'z bir narsaning baravri degan bu. Xuddi adolatni ikkisini tan qilamiz-ku. Demak, baravri degan narsa bu. Ya qimmatida, ya miqdorida barobar bo'lsa, bu adl. Demak, uning o'rnida bir bedel to'lanmanda ilmaydi degan. Ya'ni xuddi men sizning ma'nosini buzutibman, buning oldida shu o'qishini men to'lab beray deb bir narsani akasa, qabul qilmandek, qiyomat kunida ashulning o'tkazgan jinoyatlari qarta buni man to'lab beray deb akasimi, shu loyiq qildigan mol dunyo bir narsa akasimiz adi, qabul qilmaydi o'cha. Yani adlun degani fidya degan to'lam. Bu fidya degan to'lamga bunda tafsir qildi. Li'annaha mu'adalatun lil mufda. Ay fidya to'langan ishvog'i qilmish. Ash ishga nisbatan barobar qildigan narsa o'g'achqa fidyadir. Va lahum yunsarun. Yani ular yordam berilmaydigan shunda bir kun bu. Yu'anun degan yordam berilmaydi. Yani ve cümle yunsarun dedi şuna ama baş nefs deb keldi. Niyada cema qilib keldi. Lidalalat nefsil munakkara ala nufusil kathira. Nefs degan nakira kelgan ekan bu ko'p nafsni, ya jinsni bildirgan ekan, ko'plikni bildirdi. Ve dukkira li ma'nal ibad aw al anas. Nima uchun muzakkar keltirildi? Va la hum nefs degan muannasda. Ya ayyatuhan nafs irji'i ila rabbik. Nafs muannasda. Yani ve la hum yunsarun deb muzakkara keldi. Nima uchun bu yerda banda ma'nosida, insonlar ma'nosida. Ama unda o'nkin bu muzakkar qilib keltirilishi shunda bo'ldi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.